Jaziramada birinchi o'rinni tinsil matosiga beramiz. Jig'ijim bo'lmaydi, to'kilib turadi, isitib olmaydi. Qayerdan olganimni postda qoldiraman. Ertalabdan bolalarimni maktabga, bog'chaga kuzatib, amaliy psixologiya darsimga yo'l oldim. Xudo xohlasa, ikkinchi sertifikatimni olishimga ham oz qoldi. Bozorga ham o'tishni rejalashtirganim uchun oyog'imga qulay qilib Skechers kiyib oldim. Lekin o'qishga ketadigan yo'limni qazib tashlashibdi. Probkada qolib, uyga qaytib keldim. Vaqtim bekor o'tmasin deb, xonamni general uborkasini boshladim. Ishlaricha ayollar 3 turga bo'linar. Birinchi turdagi ayollar tadbirkor ayollar, uzoqni o'ylab ish qiladigan, boshqaruv sistemasi qo'lidan keladigan ayollar. Bunda ayollarga Hadicha onamizdan gen o'tgan deyilar ekan. Keyingi turdagi ayollar esa ilm olishni, bilim tarqatishni, o'qishni, yangiliklar axtarishni yaxshi ko'rishadi. Bu esa Oysha onamizdan o'tgan gen hisoblanar ekan. Yana bir turdagi ayollar esa uy tutishni, saranjonlashni, uy ishlarini yaxshi ko'rishar ekan. Ularga Fatima onamizdan o'tgan gen deyishar ekan. Bilasizmi, ba'zida esa shu 3 ta sifatlar bitta ayolning o'zida mujassam bo'lar ekan, lekin hech biri mukammal darajada emas. Ya'ni bir ayol o'zida hamma eng zo'r xislatlarni mujassam qilmasligi bu normal holat ekan. Biz esa ayniqsa Instagram orqali har kuni qandaydir muvaffaqiyatga erishayotgan, mashina olgan, biznes qilgan, eri bilan 100 marta sayohatga borgan, bola tug'gan, ketma-ket unga qaragan, zo'r bog'cha, zo'r maktabga berganlarni ko'rib, o'zimizni xuddi qo'lidan hech narsa kelmagandek his qilamiz. Yo'q, unday o'ylamang. Hech kim virtual tarmoqda o'zini omadsizligini, zaifligini ko'rsatmaydi. Zero zaiflik har birimizda bor va mana shu zaiflik bilan biz insonmiz. Shu zaiflik orqali niyat qilamiz va duo qilamiz. Menga like bosib, obuna bo'lib kuzatishda davom eting.